Bizlar albatta payg'ambarimizni yaxshi ko'ramiz, yo'inki hammamiz o'sha zoti barakatni sog'inganmiz. Albatta bizdan ko'ra ko'proq payg'ambarimiz alayhisalom bizga mushtoq. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom umrlarini oxirida mehrobda o'tirib ko'p yig'lar ekan. Sahobalar yo Rasululloh nima uchun yig'layapsiz? Umrim oxirlab o'lim yaqinlashib qoldi deb yig'layapsizmi? Payg'ambarimiz alayhisalom yo'q. Meni yig'latayotgan narsa oxirgi ummatlarimning ahvoli. Ummatlarimni ko'rolmaymanmi? O'sha ummatlarimni sog'indim degan ekan payg'ambarimiz. Shunda biz ummatiz emasmizmi? Biz atrofimizda turibmiz. Sizlar meni ko'rib, bilib, tanib, mo'jizalarimni ko'rib islomga kirgansizlar. Lekin shunda ummatlarim keladi, ular na arab, na ajam. Ya'ni arabpas ular, boshqa millat, boshqa din, Qur'onning ma'nosini tushunmaydi, meni ko'rmaydi, tanimaydi, bilmaydi, lekin menga g'oyibona muhabbat qo'yib, ixlos qo'yib, meni sunnatimni qilishadi. Meni yaxshi ko'rishadi, meni sog'inishadi. Men o'sha ummatlarimni sog'indim deb payg'ambarimiz alayhisalom yig'lagan. Mana bu ulug'larning duosi yoki ulug' insonlarni tushlaridagi bo'lgan mubashsharot ham albatta bu hurmatli narsa. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom iza ixlasal abdu yanzuru binurillah. Agar banda Xudodan qo'rqadigan bo'lsa, taqvodor, Xudodan qo'rqqan banda bo'lsa, namozxon, mo'min, musulmon bo'lsa, uni ko'rishligi, qarashligi Alloh taoloning nuri bilan bo'ladi degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ko'rib atrofida sahoba bo'lib, u zotning sunnatlariga amal qilib billa yurganlarning oldida payg'ambarimiz alayhisalom nima uchun yig'ladi, nima uchun oxirgi ummatini sog'indi? Chunki payg'ambarimiz alayhisalom o'sha narsalarni tushlarida ko'rar edi. Siz u bizni dunyoga kelishligimiz, Rasulullohga bo'lgan muhabbatimizni Alloh taolo ilhom qilib payg'ambarimiz alayhisalomning tushlarida ko'rsatar edi. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom vafot qilgandan keyin ham dunyoga sahobalar kelishligi to'xtaydi degan narsani payg'ambarimiz alayhisalom tezga qoqib, ya'ni mendan keyin ham meni sahobalarim dunyoga keladi. Ular kimlar yo Rasululloh? Ular meni o'sha solih ummatlarim, ular pokiza qalbi bilan meni tushida ko'rgan ummatlarim deb payg'ambarimiz alayhisalom marhamat qilgan. Ya'ni siz va bizlar payg'ambar alayhisalomni ko'rmasak ham, tanimasak ham, u zotga iymon keltirib, u zotning sunnatiga amal qilgan bo'lsak, ixlos muhabbat qilsak, hatto tushimizda Rasulullohni bir ko'rgan bo'lsak, payg'ambar alayhisalomni sahobalariga aylanishligimizni payg'ambarimiz bashorat bergan. Chunki sahobalik maqomiga hech kimning maqomi darajasi yetmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda roziyallohu anhum va razu anhu deb Alloh taolo marhamat qilgan. Ya'ni men o'sha sahobalardan rozi bo'ldim, sahobalar ham mendan rozi bo'ladi deb sahobalarga Alloh taolo ulug' maqomni, darajani bergan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom vafot qildi, dunyodan qaytib, Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifalik qilib, u kishi ham dunyodan qaytdi. Hazrati Umar Odil xalifalik qilib payg'ambarimiz alayhisalomning o'rnlarida turgan paytda Hazrati Ali roziyallohu anhu tush ko'rdi deyiladi. Tushlarida payg'ambarimiz alayhisalomni ko'rdi. Payg'ambarimiz alayhisalom bilan masjidga bomdod namoziga kelsa, payg'ambarimizni mehrobda topdi. Quchoqlashib yig'lab, "Ya Rasululloh, siz tirilib keldingizmi? Qaytib dunyoga keldingizmi?" deb Hazrat Ali roziyallohu anhu ko'rishdi va payg'ambarimiz alayhisalom imom bo'ldi. Hazrat Ali roziyallohu anhu sahobalar bilan birga iqtido qildi. Namoz tamom bo'lgandan keyin tashqaridan bir ayolning ovozi eshitildi. Hazrat Ali roziyallohu anhu sahobalarning ichida eng kichik sahoba edi. 9 yoshida islomga kirgan, yugurib chiqdi. Chiqsa bir ayol kishi qo'lida bir tovoqda xurmo. Rasululloh tirilib ketdi. Mana bu xurmoni olib kirib Rasulullohga tabarrukona yediring va sahobalarga Rasululloh bittadan tarqatib bersin dedi. Shunda
Hazrati Ali roziyallohu anhu tushlarida o'sha tovoqni olib payg'ambarimizning yonlariga olib kelib, "Ya Rasululloh, falonchi qo'shnini ayoli mana bu xurmoni olib kirdi. Shundan siz tabarruk yeb, bizga o'z qo'lingiz bilan, muborak qo'lingiz bilan tarqatib berasiz ekan." Payg'ambarimiz alayhisalom xurmoni bitta-bitta tarqatib berib qatorida Hazrati Ali roziyallohu anhuga ham bitta xurmo qo'liga berdi. Hazrati Ali roziyallohu anhu haligi xurmoni og'ziga solib yedi. Dunyoga kelib bundaqa bir mazzali narsani tatib yemagan edi. Shirinligidan Hazrati Ali roziyallohu anhu yana qo'llarini uzatib, "Zidni ya Rasululloh, zidni, yana bitta menga bering ya Rasululloh, yana bitta bering" dedi. Degan paytda Hazrati Ali roziyallohu anhuning quloqlariga azon eshitilib, ya'ni masjiddan kelayotgan azon, "Hayya ala solah, namozga kelinglar, hayya alal falah, najotga kelinglar, as-salatu xayrun minan nawm", namoz, bomdod namozini o'qishlik uyqudan afzal degan narsa Hazrat Ali roziyallohu anhuni uyg'otib yubordi. Uyg'onib ketdi tushlari. Hazrat Ali roziyallohu anhu aytadi, "Tushim ekan uyg'onib qarasam, lekin Rasululloh bergan xurmoni, tushimdagi xurmoni, mazzasi og'zimda turgan edi. Tahorat qildim, tahoratda 3 marta og'iz chayqaganda og'zimni chayqab suvini yerga tupurmadim, shu Rasululloh bergan xurmoni mazzasi chiqib ketmasin" deb. O'sha og'iz chayqab og'zimdagi suvni yutdim dedi. Masjidga keldim. Masjidda nahotki Rasululloh tirilib kelsa deb shoshib masjidga kelsam, Rasulullohning o'rnida Hazrat Umar roziyallohu anhu o'tirgandi. Umar roziyallohu anhu imom bo'ldi, bomdod namozini o'qidik. Namozdan keyin bir ayol chaqirib qoldi. Chiqib qarasam, haqiqatda bir ayol qo'lida tovoq, "Mana bu xurmoni Hazrat Umarga olib kirsangiz, sizlarga bir donadan tarqatib bersa." Shunda tovoqni olib Hazrat Umar roziyallohu anhuga Hazrat Ali roziyallohu anhu olib kirib, "Ey Umar, mana bu xurmodan yeb va sahobalarga tarqatib berasiz ekan." Hazrat Umar roziyallohu anhu bittadan sahobalarga tarqatdi, qatorida Ali roziyallohu anhuga ham berdi. Ali roziyallohu anhu o'sha xurmoni olib yeganida xuddi o'sha tushida ko'rgan mazza, Rasululloh bergan xurmoni mazzasi bor edi. Hazrat Umar roziyallohu anhuning bergan xurmosi bu Rasulullohning bergan xurmosi. Chunki Alloh taolo payg'ambarimiz alayhisalom aytgan, Alloh taolo Umarning og'zidan gapiradi degan. Ya'ni Alloh haqiqatda Umarning og'zidan gapiradi. Umar roziyallohu anhuning doim gaplari bu bir ilohiy gap bo'lgan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalomning ta'mi kelganligidan, o'sha mazzani topgandan yana Hazrat Ali roziyallohu anhu Umar roziyallohu anhuga "Zidni ya Umar" dedi. "Menga yana bering ey Umar" deganda Hazrat Umar roziyallohu anhu aytdiki, "Agar kechqurun ertalab Rasululloh sizga bitta oshiqcha berganda men ham berar edim" dedi. Ya'ni bu narsa nimani bildiradi? Sahobalarda payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati shunchalik ediki, Hazrat Umar roziyallohu anhu Hazrat Alini ko'rgan tushlarini bilardi. Hazrat Ali roziyallohu anhuning tushida Rasululloh bitta xurmo berganini Umar roziyallohu anhu ham tushida ko'rib turgan edi. U ham tushida shu narsani ko'rgandi. Tushimda Hazrat payg'ambarimiz alayhisalom, "Ey Ali, sizga ikkita berganda men ham berar edim" dedi. Mana shu paytda ekolari dod deb yig'lashdi. Sahobalar payg'ambarimiz alayhisalomga bo'lgan muhabbati shunchalik bo'lgan. Shunchalik payg'ambarimiz alayhisalomni yaxshi ko'rishgan. Chunki payg'ambarimiz alayhisalomni Alloh "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" dedi. Ey Muhammad alayhisalom, siz butun yer yuziga, butun yer va osmonga Allohning rahmatisiz, olamga rahmat bo'lib keldi degan. Payg'ambarimiz alayhisalomning kelishligi bu dunyo uchun Xudoning rahmati bo'ladigan bo'lsa, mana bu payg'ambarimiz alayhisalom olamga rahmat bo'lib kelgan oyda payg'ambarimiz alayhisalom yer yuziga rahmatan lil alamin bo'lib dunyoga kelgan kunlarda turgan bo'lsak, siz va bizlar o'sha payg'ambarimiz alayhisalomni hayotlariga qiziqmasak, sunnatlariga qiziqmasak, yurish turishimiz, amalimiz, namoz niyozimiz Rasulullohning sunnatiga qarab turib amal qilmaydigan bo'lsak, albatta biz payg'ambarimiz alayhisalomni hurmatini bilmayotgan bo'lamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo "Va ma atakumur rasul fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu" deb Qur'oni Karimda marhamat qilgan.
"O bandalarim, meni aytganimni qilinglar" demadi Xudo Qur'onda. "Va ma atakumur rasul", payg'ambarlaring sizlarga nima narsani olib kelgan bo'lsa, o'sha narsaga amal qilinglar, o'sha narsani ushlaylar. Payg'ambarlaring nima narsadan sizlarni qaytargan bo'lsa, o'sha narsadan qaytinglar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga itoat qilishlikni Alloh taolo Qur'oni Karimda buyurdi.